Ayollarimiz yoqtiradigan oshxona kompaktli, lekin bu oshxonani maqtash emas, bu novostroykani mana bu vidini bitta qarang. Xo'p, 9 qavatli binoning 8-qavatidamiz. Juda ham bahor havosi odamga yoqadi. Mana bu pastlarida bemalol farzandlaringiz bilan oila davrasida bemalol shu novostroykani o'zida aylansangiz ham bo'ladi. Oqtepa sohil bo'yi turar joy majmuasiga kelganimizda 2 xonali 62 kvadrat metrga tushgan ajoyib xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Mana bu yog'imizda podyezdga chiqish asosiy eshigimizda kirishimiz bilan mana bunaqa prixojniy shkaflari qo'yilgan. Keling, qarang, hamma xonalari razdelniy mana shu koridor orqali alohida kiriladi. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonada ham mягкий zona, mana bu yoqda chiroyli qilib televizor zonalasi. Xullas kalom, yangi remontdan keyin hali hech kim yashamagan xonadonimiz. Mana bu joyda sanuzelimiz joylashgan, hojatxonaning kengligini qarang, tor emas, anchagina keng va mana bu joyda yuvinish xonamiz joylashgan. Yuvinish xonasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda turibdi va bu yoqda asosiy yotoqxona, ya'ni kattalar yotoqxonasi, 9 panli shkaf, parda gilam, xullas kalom hamma sharoitlari bor. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 99,5 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.